Kardinal, yaxshimisizlar, charchamasdan bugun PUBG Mobile'ga yangi Ultimate ruletkasi keldi va nihoyat erkaklar, o'g'il bolalar uchun prosta bomba ruletkani qo'shishdi va do'stlar, hozir mana shu ruletkadagi hamma narsani olamiz. Yangi Ultimate'ni ko'radigan bo'lsak, do'stlar, bu Ultimate qanaqa ko'rinishda? Oy, bu Ultimate qaranglar, prям o'g'il bolalar uchun va nihoyat PUBG Mobile'ga takoy Ultimate. Skarl qo'shilibdi bu safargi Ultimate'imizga. Skarl va Assalom. Yana Ramik esdan chiqdi. Nima kelibdi Skarl? Skarl. Bu Skarlni full qilamiz. Mana shu Skarlni full qilamiz. Mana shu ruletkada nima bo'lsa, hammasini olamiz do'stlar. Qancha yuysa ketishidan qat'iy nazar. Men bu yerda chunki o'g'il bolalar uchun narsa qo'shgan. Oy, bu даже Skarl bilan Ultimate to'seli. Da bu dragonni qaranglar, dragon Skarl ushab turibdi. Stoykasini qaranglar. O'g'il bolalar uchun bu takoy. Qani planeri qanaqa ekan? Planeri ajdarho. Yarimtali ajdarho, qanoti yo'q. Bu magadan yasalgan tipa. Bu rukzakchasi ham takoy. Lekin vashsha, o'g'il bolalar uchun normalniy ultimate'ni chiqarib qo'yishibdi. Buni jestini qaranglar. Jestini olamiz chunki gul tutyapti. Parkga kiramiz, qiz bolalarning yoniga bundoq gulni jestini qilib qo'yasizlar. Bo'ldi. Qizlar oqobdi-ku. Mana Magic City killika mana, qizlar oqobdi Magic. Xo'sh. Bala barga kiropti, gulni olibdi, qizlar oqobdi. Oldiga Ultimate qaytarib qo'yishibdi. Koreyaga bilan. Buni bizda hammasi bor. Bular bizga qiziqmas. Skarlni bitta laboratoriyadan ko'rishli joyi lekin. Qani full qilishga arziydimi? Tak, birinchi urovin shunaqa, ikkinchi urovin. Ajdarg'osi ham chiqib kelyapti. Uchinchi 1 bilan 3 uncha farqi katta emas. Qani Killchat? Lekin Killchat takoy kirib kelishi ko'zga ko'rinadigan Killchat. Full Killchat qilganga yarasha shu ko'zga ko'rinadigan Killchat. Killchat chiroyli. Effekt попадания какой-то kapalak, qanaqadir erkaklarga попаданияsiga o'xshamaydi, takoy o'ziga moslashgan. 6. Takoy bor, farqi bor. Qani 4 ta odam yonida mana shunaqa jest qila oladi sizni. Agar Skarl 6 qilsangiz, 4 ta odam yonida shunaqa jest qila olasiz. Normalniy. Va bu yerda yashigi kichkina, takoy o'ziga moslashtirgan yashik. Men do'stlar, mana shu oldiviy basen Skarlni full qilaymi yoki yangi Skarlni full qilaymi? Shu tomonga bu juda ham chuqur o'ylayapman bu narsani. Ikkalasidan bittasini full qilaman videoning oxirida. Hozir esa ko'p gapirishni to'xtatamiz, open case boshlaymiz do'stlar. Chunki men universitet borishim kerak, soat 9 da men imtihonim bor. Omad tilayman. Imtihondan shu yaxshi baho olib keling. 10 yusiga. Ana. Boromading open case'ga ishlatasan o'zi. Imtihonga omadim qolmaydi. Qanday bola hozir open case'ga omadim ishlatsam, qanday men imtihondan topshiraman keyin? 10 yusiga men kristal oldim. Men videoni boshida like, obuna so'ramadim. Bilaman, esingizdan chiqib qolgan bo'lishi mumkin. Chunki biz insonmiz, esimizdan chiqadi. Men eslatib qo'yapman. Albatta videomizga like tugmasini bosing, kanalimizga obuna bo'ling va obuna bo'lgandan keyin qo'ng'iroqcha tugmasini все qilib yondirib qo'ying. Mana shu 3 ta qilgan sizni amalingiz menga juda ham katta motivatsiya va xursandchilik beradi. Hozir siz like bossiz, endi open case'imiz omadli bo'ladi, ishonavering. Rahmat kattakon, sizlarni yaxshi ko'raman do'stlar. 0 yusiga bizda. 0 yusi. 0 yusi nima qildi? Ana nimadir bersin-da, nimadir 0 yusiga ham. Ellikka populyarga berdik. Bu bolla, men hozir omadim ketadi. Hozir bu mana shu ruletkada keyin imtihon topshira olmayman keyin. Ishto do'stlar, albatta like bosinglar, chunki men bombasini berdi. Yaxshi. Uxlamasdan hozir video chiqaryapman, keyin 9 da imtihonga boraman, keyin 6 da kechqurun o'qishdan qaytaman. Bir gap bilan aytganda men boshqa uxlamayman-da, ishto 30 soat umuman uxlamayman. Shuncha uxlamasdan videolar qilyapman. Bu uchun like va obuna bosish arziydi. Chunki biz yaqinda 1 million bo'lamiz. 1 million do'stlar. 1 million, bu ikkinchi kanal 1 million. Da, million bo'lamiz yana xudo xolasa zo'r bo'ladi. Tak, yana 540 yusi. Qani ko'ramiz. Va va aytgancha Kardinal oilasi, men sizlarga juda muhim narsani eslatib qo'ymasam bo'lmaydi. Men Telegramda 24300 yusilik omadli obunachilik akkauntini kuchaytirish degan konkurs qilyapman. O'sha konkursimizga ham qatnashib qo'yinglar. Konkursga qatnashish juda ham oson do'stlar. Mana shu videoning tagida konkurs uchun deb silka qoldirganman. Xuddi mana shu silkani ustiga bosasiz, Telegram kanalimizga kirib obuna bo'lasiz va tepada qadab qo'yilgan post ustiga bosib, mana shu yerdagi atigi 4 ta dona kanalga obuna bo'lasiz. 4 ta kanalga obuna
bo'lganingizdan keyin pastdagi qatnashish tugmasini bosasiz va bo'ldi, siz konkursga qatnashgan hisoblanasiz do'stlar. Va men esa 15-noyabr, ya'ni 2 haftadan keyin mana shu konkursimizga qatnashganlarning orasidan bitta obunachimni random tarzda aniqlab, akkauntingizga 24300 UC tashlayman va UC bonuslar bilan bir akkauntingizda 30 000 UC bo'ladi. Akkauntingizda 30 000 UCga shaxsan o'zim kuchaytirib, videosini ham YouTube kanalimizda joylayman do'stlar. Kirib konkursga qatnashib qo'yinglar, omadinglarni sinab ko'ringlar do'stlar. Mana konkursga qatnashganlar uchun bitta kristal. Omad yor bersin, qatnashganlarga omad yor. Do'stlar, bitta narsada agar konkursga qatnashmaysiz-ku, qatnashmasangiz umuman yuta olmaysizda, chunki 100% yuta olmaysiz. Agar konkursga kirib qatnashib qo'ysangiz, что sizda shans bo'ladi u konkursda 100 ni yutib olish uchun. Hammaga omad do'stlar konkursda. Uje biz 80 marta ochdikda, uje qani bizaga uje ikkita kristal berdi. Skarl ham berib borsa, ruletkadan vashcha zo'r bo'lardi, lekin sotib olmasdik. Shuni mifik hammasini bersin. Bu ultimate'da anaqa yo'q ekanda, bosh ultimate yo'q. Mana misol uchun boshni ultimate yo'q. Ultimate is skarl bo'ldi. Mana shu ikkita narsa muhim. Keyin jesti ham muhim. Orqa fon yo'q, misol uchun olaylik desak. Prosta ultimate va skarl. Qana propustit bilan bitta Priscillani berdi. Ana berdi-da. Ну нормально. Нормально. Ikkita bo'ldi o'zi. Da. Tak, ya'ni 540 UC. Давайте bizaga boshida 10 UCga menda aldab qo'ydi, что kristal berib, men o'yladim, bo'ldi. Короче, oxirigacha omadli bo'ladi, lekin yo'q. Allo, Pabok, давайте bizaga nimadir. To'xtanglar. Taktika ana. Admin ana qani nima? Просто Malta. Ну, taktika o'xshadi, qaranglar, yana taktikani ish o'xshadi. Admin и uchinchisiga bam. Qani Allo, Pabok. Qani? Jo'da mazasi yo'q, mazasi qo'chdimi, nima qo'chdimi? Uje biz 200 marta ochdik. Buni qaranglar do'stlar. 10 000 UC ketdi uje. Yana bittalikda, bu bittalik ochish kerak bu ruletkani. Do'stlar, bu ruletkani bittalik ochish kerak. Mana sekret. Qaranglar, yana bittalik ochaman. Mana kristal. Do'stlar, albatta like bosinglar, like, podpiska do'stlar. Sizlarning bosgan like'lar menga motivatsiya beradi. Like bosgan obunachilarimiz konkursni yutib olsin do'stlar. Davaychi uchun like bosamiz, like'imizni 1 million ta qilamiz. Rahmat kattakon. Rostdan bittalik ochib ko'ring. Qani propustit bilan 10 ta ochib ko'raman. 1 2 3 Ono! To'g'ri, yani bittalik uchish kerak ekan. Buni qaranglar. Ochding. Bola taktika ishlayapti, taktika. Vashcha xursand bo'ldim. Aytgancha, kardion o'ylasa sizga mana shunaqa omadli arzon yuz kerak bo'ladigan bo'lsa, ya'ni 10 UCga sizga mifik chiqishini xohlasangiz, men albatta o'zimni Kardian UC magazinimni taklif qilaman. Mana shu Kardian UC magazinimizning silkasini shu videoning tagida UC deb qoldirganman. Xuddi mana shu silkani ustiga bosasiz, UC magazinimizga kirib, UC ni arzon ishonchli narxda sotib olasiz. Iltimos, Telegramga kirib, poisk bo'limidan Kardinal UC deb qidirmanglar. Fake kanal ko'payib ketgan original kanal silkasi faqat videoning tagida qoldirganman do'stlar. Bilasizmi, Vez o'zbeklar, Vez dunyodan hamma UC ni bizni UC Kardinal UC dan sotib oladi, chunki biz UC ni arzon va ishonchli narxda sotamiz. Hammaligidan arzon va tezkor. 2 minutda akkauntingizga tushadi. Mayli, bitta 10 talik oching, qani 10 talikda omadimiz qanaqa bo'ladi? Bitta 10 talik, bam. Ultimate. Normal, что bitta material bor. Qani, что 10 talikda omad bor. Yana bitta 10 talik bosib olamiz. Shu yana omad ketdi-da. Bittalik ochyapman, что bittalikni beryapti-da. Qani. Kraska. Давай, do'stim. Mana bu yerda garantlar ham to'libdi, garantlarni ham olib qo'yamiz. Bitta mana bu samasvet. Bizda 6, 7, 9 ta bo'pti. Bizaga misol uchun yetadi уже hamma narsani sotib olishga. Bo'ldi, men bu videoni boshida nima dedim? Ruletkadagi hamma narsani olaman dedim. Kardinal aytadi, bajaradi. Уже bizda anaqalar yetadi. Nima deydi? O'sha samasvetkalar. Ana bitta 10 talik.
Qani omadimizni bitta ko'ramiz. Nu, yaxshi. Lekin berish kerak-da, o'sha sotib olish. Sotib olish. Berish kerak. Bersa zo'r bo'lardi. Что bersa вообще bomba bo'lardi, lekin uje bu oxirgisi va bitta uje samasvet. Faqat bittalikdan chiqardik. Videoni boshdan e'tibor beringlar. Faqat bittalikda samasvetlar, ryukzaklar va balobatarlar. Hammasi bittalikda. Xo'sh, bu yerga kiramiz. Mana bu yerdan 3 tasini sota olamiz va bizda 10 ta bo'ldi. Okey, va bu yerdan kirib, men bu Ramik aytishi bo'yicha 300 tagacha ochsang, senga ultimate beradi deyapti. Men aytyapman, yo'q, bermaydi, chunki ryukzak berdi. Anu planerlarni berdi. Berdi-da, uje berdi-da, uje beradigan narsasini berib bo'ldi. Berib bo'ldi-da, uje. Shart berish shart. Majburiy. Ana, men oxirgisi misol uchun, oxirgisi. Berib bo'ldi ana, ko'rdingmi? Berib bo'ldi ana. Hamma narsani berish juda qiyin ana. Mayli ana 10 ta prosta tak. Ana, vot. Zerikishdi. Ana yana prosta zerikishdan obunachilarimiz uchun yana 10 ta, Ramik uchun ham 10 ta. Ana bermaydi, mana oxirgisi ana, bersa berdi, bermasa sota olamiz. Bermaydi, qaranglar-da, chunki prosta juda ham qiyin, ultimate ruletkadan hamma narsani ruletkadan chiqarib berishi. Ryukzakni berdi, planeri berdi, bular ham qimmat narsa. Bo'ldi, shu bilan uje qolgani sotib oldingda. Biz sotib olamiz. Qani 6 ta monetkaga bam, assalomu alaykum, yangi ultimate erkaklarniki. Erkaklar uchun ultimate ham oldik. Va bu yerda Skarl. Assalomu alaykum. Skarl yangisi ismi Dusha. Videoni boshida nima dedim? Mana shu ruletkadagi hamma narsani olaman, qancha yuz ketishidan qat'iy nazar dedim va men aytganimni qildim. Albatta shu uchun ham like bosib, kanalimizga obuna bosib qo'yinglar do'stlar. Men harakat qilyapman tezroq openkes qilishimizga, chunki hali buni YouTube ga joylashim va soat 9 da imtihonga borishim kerak. Imtihonda menga omad tilaylar. Endi menga qiziq, qaysi Skarlni full qilamiz bu yerda mana olib qo'yaylik. Yana bitta bor bizada. Okey. Jest. Bu jest olamiz, parchaga kiramiz, qizlarga qilamiz, keyin qizlar oqobdi-ku. Full короче ruletka. Tak, biz mana buni oldik. Buni даже qanaqadir ulcheniyali nimadir bor ekan. Qani? Bir ikkinchi daraja. Buni narsasini olib qo'ysa bo'lar ekan. O'ynashga osonroq bo'lsin deb. Da, o'ynashda qulay bo'ladi. Bunday qilib qo'yamiz, orqa fon uchun takoy turadi. Chiroyli, gap yo'q. Bam. Do'stlar, mana va do'stlar, men hozir o'zim akkauntimda ham Skarlni full qilaman, lekin men bu yerda TT Kamronbek ukamiz bizga akkauntlarni berganlar. Aka, bitta openkes qilib ko'ring, siz omadingizga ishonamiz. 8 minutga ham siz yaxshi narsalar tushirasiz deb menga berdilar akkauntlarni. Hozir openkes qilib ko'ramiz. Qani, Kamronbek akkauntlarga qanaqa tushadi? Menga ko'p obunachilarimiz bilaman-da. Meni obunachilarim ko'p 8 minutga nima tushishini 8 minut sotib olsam agar nimalar tushadi ekan deb o'ylanib qoladi. Mana hozir mana shu akkauntda 8 minut bor. Qani 8 minutga nimalar tushadi ko'ramiz. Tak, ketotdi openkes. Openkes ketotdi-ku. Qizlar oqobdi-ku do'stlar. Dobdi. Qana. Bittadan och, qana bittalik och. Qara. Ana bu yerdan, ana. Vopa. Yo'q, bu akkauntda bittalik emas. Bu akkauntda professionalcha zo'r narsa beradi. Javob. Ana mana ana ko'rdinglarmi? Ikkita bo'l. Ana bam. Ana Skarl. Bomba berdi, bomba. Material. Ana Skarl. Ana men bu yerda uje, yo'q, bu yerda hech nima bermaydi. Bu yerda ham hech nima molta berdi. Ana mana bu joyga berdi. Yo'q, mana bu alo, vot, qaranglar, 10 yusiga bam. Yusi tugadi? Lekin zo'r berdi. Mana svetkalarni, samasvetkalarni zo'r berdi, lekin 5 ta beribdi. Ultimate yana bitta tushirib ultimate sotib olsa bo'ladi yoki Skarlni olib, prям ikkita material olsa bo'ladi. Men hozir umrimdagi eng tez openkesni qildim, chunki shoshilyapman-da do'stlar, to'g'ri tushundinglar. Men